Vaginizm bor dedimi sanda qizim? Shu to'y bo'lmasa-chi? Ey xudoyim, qo'rqib ketyapman. Voy. Ha qizim, nima namuncha hovliqasan? Voy bu. Haligi oyi, keling, mana shu to'y bo'lmasin. Nimagadir qo'rqib ketyapman, shu to'yni xohlamayman. To'xtasak bo'lmaydimi? Voy, unaqa dema qizim. Voy, hamma qizlar orzu qiladi-ya bu kunni. Oyjon, menga biron bir tinchlantiruvchi dori berasizmi? Yoki doktorga chiqamizmi? Yoki domlaga olib boring. Qanaqadir hayajonim kuchli, qanaqadir qo'rqib ketyapman. Qo'rqitma qizim. Voy, bu kunlarni hamma orzu qiladi. Oq ko'ylakda, malikaladek bo'lib turasan. Hamma seni tomosha qiladi qizim. Oyi, ana kuni muqaddas kinamga ketibsiz. Gaplashing, ozgina tushuntirish bering deb. Ular bilan gaplashganimdan keyin to'g'risi qo'rqib qoldim. Erga tekkim kelmayapti. Voy. Charos, ish qilib qiz bolamisan qizim? Oyi, o'z tuqqan qizingizga ishonmaysizmi? Men boshqa narsani to'ydan keyingi holatni nazarda tutyapman. Endi bu darajada qo'rqmaydi-ku. Hamma ayoli boshida bor qizim bu kun. O'tib olasan qizim. Oyi, doim meni noto'g'ri tushunasiz, ey. Ba'zi bir hissiyotlar bor, til bilan tushuntirib bo'lmaydi, lekin Voy tavba. Muqaddas nima debdi ekan bunga, a? Shu darajada qo'rqitib qo'yadigan. Telefon qilaychi. Ol telefoningni, ol. Muqaddas, yaxshimisiz? Odamini yanga qilmanda, a? Qizimga nima dedingiz? Charosni o'takasini yorib ketibsiz-ku. Shunaqa ham yanga bo'ladimi? Voy, sekin qog'ozga o'rab tushuntirgandim, opa. Qog'ozga o'rab gapirganingiz qursin. Nimalar degandingiz? O'zi o'sha kuni bilmayman, tushuntiraman desam qo'rqib qaltirab ketdi. Suv berib keyin gaplashamiz dedim. Nimaga unaqa bo'lyapti ekan? Voy. Voy, opa, biz ekanmiz-da bitta chimildiqda ayg'ir otdek tirik chiqqan. Bo'pti, gaplashamiz. Mayli. Voy, to'ylarimiz ham bir chiroyli bo'lib o'tdi. Baxtli bo'lsin bolalarim, asallarim meni. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Yaxshi dam oldinglarmi? Va alaykum assalom. Voy, ko'p yashang asalim. O'g'lim bilan baxtli bo'ling. Etagingiz to'la farzand bo'lsin. Xudo xola, yaxshimisiz? Ertalabdan Guldek keliningizni salom bergan olib chiqdim. Keliningizni qo'lidan bir piyola choy ichamiz-da. Bo'ldi, hozir choydan yeyman. Keling, o'tiring bu yoqqa. Charos, to'xtang. Endi meni eshiting asalim. Men o'zim choy tayyorlab, kelin yangiz bilan ichib olaman. Bugun kuyov oshi bor, qizim. Bolam kelishiga chiroyli bo'lib, yasanib kutib oling, xo'pmi shirinim? Voy, bu choylarni ichishga hali ulguramiz hali.